Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramını görürsüzlər. Programımız xoş gəldinglər. Məzkur proqramımızda məşə bir həftə jarayonida radiomuzda Uyğurlarga dair anlatılğan bir qism mühim xəbərlərimizni əsiltib ötdümiz. Mən Erkin. Mən Gülçehra. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsilatları da olsun. Uyghur diyarında yıllardan bu yan türlük şekillerde icra bulup gelgen ramzallık çeklimlerinin bu yıl tarihteki en yukarı pəlliğe çıkanlığı məlum bulmakta. Muhbirimizin bu vaxtki ahval egalişi jarayonida hükümet hizmetçileri, okutuvchi ve okuguchilardan ro'za tutqanlarning saqchi o'rinlarga ma'lum qilinganligi oshkora bo'ldi. Xitoy hukumatining Ramzan mezgilida Uyg'urlarni cho'chqa go'shti yeyishga majburlashda qilmishlarini qattiq ayblagan Dunyo Uyg'ur qurultayi raisi Dolqin Aysa ve başka xodimlari gruplarga bo'linib islom tashkilotlariga bu hadislarni anglatgan. Uyg'urlar duch kelayotgan navbatdagi ramzonlik cheklamalarning Al Jazeera televiziya kanalida maxsus muhokama qilinishi bo'lsa, islom dunyosidagi texmi ko'p kishilarni bu zulmdan xabardor qildi. Yaqindan buyon Uyg'urlarning tili va madaniyatini cheklashning kengayishiga ergishib, Uyg'urlarning an'anaviy oila madaniyat qurilmasini o'zgartirish faoliyatining umumlashayotganligi diqqat qo'zg'ashga boshladi. Turli uchurlarning ma'lum bo'lishicha, har qaysi joylardagi ommaviy yig'inlarda Xitoy doiralari Uyg'ur oilalaridagi asrlar bo'yi davom qilib kelgan uylarga gilam esish, supa va qon qo'yish qatorliq odatlarni qaloqliq va madaniyatsizlik deb jakalagan. Hamda bularni cho'rib tashlashni targ'ib qilgan. Uyg'ur madaniyati bilan tanishlik bo'lgan zotlar bu haqda fikr bayon qilib, buni Uyg'urlarning ma'naviy madaniyatini Xitoycha shaklga o'zgartirishning yangi qadami dedi. Qozog'istondagi ataqliq tanharkatchi, dangliq bokschi va kino artisti Abdureshit Abdurahmonov 72 yoshida Olmaotada vafot bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, Abdureshit Abdurahmonov 1970-yillardan boshlab sobiq Sovet ittifoqi bo'yicha o'tkazilgan boks musobaqalarida va boshqa xalqaro musobaqalarda ko'p qitim chempion bo'lgan ekan. Bundan boshqa Abdureshit Abdurahmonov 20 ga yaqin filmda rol olgan bo'lib, 1996-yili Berlindagi bir kino festivalida Oltin kamera mukofotiga erishgan ekan. Mushartida Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonun loyihasi Amerika Kengash palatasi qaramog'idagi tashqi munosabatlar komitetida ma'qullikdan o'tdi. Kengash palata a'zolaridan Marco Rubio bu munosabat bilan maxsus so'z qilib, buning intayin ahamiyatli bir qadam bo'lganligini bildirdi. Kengash palata a'zolaridan Bob Menendezmi bu haqda so'z qilib, Xitoyning Uyg'urlarga selayotgan sistemlik zulmlari mohiyatda insonlarga qilingan haqorat. Biz bugun hammamiz Uyg'ur bo'ldik dedi. Mazkur qonun loyihasining tashqi munosabatlar komitetida ma'qullikdan o'tishi uning Amerika Davlat Majlisida ma'qullanish uchun e'lingan dastlabki qadam bo'lib, zo'r ijobiy ahamiyatga ega ekan. 22 may günü Amerika Tashqi ishlar ministrligidagi yuqori darajalik amaldorlardan Sam Brownback va Nathan Sayles Washington Post gazetida e'lon qilgan Xitoyning Uyg'urlarga qilayotgani terrorlikqa qarshi turish kurish emas, balki bir jirginishlik bostirish, sarlavlik birlashma maqolasida Xitoy hukumati oshkora yo'sinda qattiq ayblandi. Maqolada Xitoy hukumatining yillardan buyon Uyg'urlarning eng aqalli haq va huquqlarini terrorlik ve asabiylikka bağlab bastırıp kelayotganligi jonliq misollar orqali tafsili bayon qilindi. Mazkur maqola e'lon qilinib, 2 kundan keyin uning Xitoycha tarjimasi Amerikaning Xitoydagi elchixonasi va konsulxonalarining tor betiga chaplangan. 22 may kuni Kanada Sharqi Turkiston jamiyatining raisi Tuyg'un Abduvali Anatoliya Islom markazining 2019-yillik kishilik huquqni qo'g'dash mukofotiga erishdi. Toronto shahridagi iftorlik faoliyatida o'tkazilgan mukofot tarqitish marosimida Anatoliya Islom markazining mas'ullaridan Mustafa Apandi so'z qilib, Kanada Sharqi Turkiston jamiyati Uyg'urlar duch kelayotgan turli zulmlarni har soha kishilarga anglitishda zo'r tirishchanlik ko'rsatdi dedi. Ma'lum bo'lishicha, Anatoliya Islom markazi o'tgan 20 yildan buyon kishilik huquqni qo'g'dash mukofotini har 5 yilda bir qitim tarqitib kelayotgan bo'lib, Kanadadagi Uyg'urlar bu yil tunji qitim bu mukofotga erishgan. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya Radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.